Çay demledim ki bana Rahmet. çayım demledim ha. Budan ben çay demlep kaldık. alıp çırayım. Neden bağırma? Oy kese. Ciddi olma. Ciddi olma, ciddi. Kese. Burunluk kese. Şükür cevaplığı. İşte azırak kıştırmadı. Ben bir çay demlep çıkay. Ne makul. Bugün hava yaxşı, birden yerimden bir çölep gilemdik ya. Tamak yap oldu, şu tabak yemirleme. Şu tamak yap olup dikeme çay ise. Da boldu. Ben etigen səhərək naşt qılıb dikeme. Şunu olan qosqa maçqanday oldu. Şunu tamaq yeyib opdu mən düşük tamaqını aldılam. Ne bolab? Nim tabak yedila? Düştü nerince begin kelip, nerince begindim. Yo, yerin çöp yigildiklep. Mesela aç çuçuklam koygo moygo. Aç çuçuk tamaklam yeydi dep otasam, yerin çöp yetkenler. Oy mən xil yerlik tamaqını yeyib qoyum qaysa. Əsli begin düştü bir xil kamat zigim kelip qopub dikeme begin. Yedsem ma atrıp diya kamat yok. Hem bazana kirim tas yaxtırıp ketmeydikem öy degendek. Şunu olan qalsam nerince baken, şunu yeyip, şunu nerince begin. Ha bolapdı. Atlaç bir yaman bir oxşaydığa ya ya ağaç kiləməyə bilirib Oy yetkiləmizin. rəhmət. Maqla. Baza qandaraq. Boza xil yamames. Özleri yalnız kaldılar şagird dükkanı arab. Şagird bolu men davat qalımın xil ba, lekin şuma Qashqar şəhərçi deməsken. Ulluq yataq tamaqni kötəmeyen diken. Şunu oyluşadı da. Qağın dema şəhərçidən bala çıxsa, yəni şagird alımız. Şahitlerin gülleri bir midab gep qılotala şahitim biraz payda oldu. 5-4 gün köndürüp ayağı bir silme bir gün bir aramasa ötkende veya berip oynap keldi dep apasam bu ya taqaq chiqib qoldi. Memnuniyat xijilib qoldim Ya o'zim. qıçqısı yo'q. Bu da bir başka bir yerga berip uçurni gelip çöylep kelamiz. Maqul. Hazır men şagird bo'lmagan ekan, do'kon taqlab qoldi ekan deb men xotirjam taqyamaydigan maras degandek. Mumtaz ochgan do'konni taqa qo'ysak bo'lmaydi. U chiqdig'ini yaxshi mayli bo'lsin, bo'lmasin, u chiqdisa hamon xaridor kununchi. Bugun hali optop kunlari hali jalliq optop chiqib qoladi-da. Ayliq kuni sizlar oldirmagan bo'lsizlar, bir qasiyariz qilib yam cho'lib kelarkanmiz, sizlar oldirib qoldi, do'kon xaridor kelib qoldi deb. Hem o gün mesela Avbek sokakta, sizler arlıktan ötelip kaldı, mesela soğuk ötep dediler. Hele MK'ye 3 günümüz bir payda kaldı mı ya? Aras qaysı bek yaxşı ikinci ma resmiyle menimini gördüm O rahmet. mesulatmış kılıp Atan ketdikenler. torda bek otola ben atkan mesulatçı. Küçük var isim bulduğun, çoğunlar isim bulduğun. Ras yaxşı gene. Önümde yaxşı iş kılıp. 3 gün zat oda içipdim, 4-cü günlam şippi de ötelim yok olub getdi. Sen benim bazı ötelip soğuk içimdeki yer ve kontağız yapmadan ötelip kalsam ben bazı bir 2 gün o da 5 pişi ötemücü. Şunu olarlar benim bazı ötelim onçlup kaladı. Oy, musiqanız oylab baxsam men sizlarni bekçi avar qilibdim. Yeli bizdem dükkandan şunu depdim. Yeli bizdem iş qilib jon. Sizlarni bek avar qilibdim, rahmetcim. Da kesin bo'lmaydi. Yeplam o'tiribdim, yeli so'g'artdan ag'am bo'libdim. Men beyma o yığıncılıq bazan bir qur ilib alsam. Yığıncılıq kelsin arsaldı bo'lma. Shu joyda ya bir dükkanni taqamdim. Elimde çaqnaz qurq rahmetlam aytib o'tiribdim. Men sizlarni bir alayda rahmet aytib men. Qulumuzda keldi ish o'z qilamiz deymi? Cho'masli yo'q ona. Alayda bir rahmet aytib, rahmetimni bildirib sizlarni bir ma'qul olay. Aslında ben qilsam bular qasmiz qilsak o'xshash emasmi? Rahmet deylim. Ya men qilaman, ben avval bir yaxshi namachilik uzatlar. Ma'qul. Undan so'ng men bu qayta azroq ishim borda. Qani gap so'z bo'lsa, unda dardi gap qilaman. Ma'qul. Bulardan. Ma'qul qilib Yo'q, o'tadikmi? çay ish oldim emasmi? Ma'qulamiz. Yaş dolma. Oy, kasalchilik machi dolma. Çilak. Sizlar avar qildim. Vay yaqinladim sana malına kepeyindim. Rahmat. Kasal o'tasa? Bir aldırmağan dikin. Ay. Oyandın kayıcım. Eyadım çıp qapti kelmay, taysadan çoğurtma yana kayıcı hazırıp ketdim. Bir o'tirasa. Bu mahsulotni sizlar sotir ekanlar, bilmabdiman. Bunikini qizil tovuqasini ishlatgandim. Ha, ak qizil jurishikmi? Bek yaxshi ekan, to'q shundan yoqtirib qoldim. Qaysan sizdan chiqarib qo'yibdiganlar. Shunday sizlarni alayda. Sizlik buyurgan. Obdum, rahmat ekan. Pek yaxshi haqiqatan zani. Atoxon bek yaxshi ko'rdim. Ay, siz meni ismi pek yaxshi. Tavxanachilik shimiyandaymi pek peyza. Ay, siz qo'yan kesat meni ismi ishlatib basam. Uni ishlatdim ekan. Shunda terim bir xil so'zlib qolganda, girim qilsam qaqroq chiqib shuni yoqtirib qoldim. Ammaninki qaysan? Ma B5 bir kimsi, anoniki ma memosi. Ma B5 bir kimsini ilqay
teri su to'liqlash uni besh yaxshi boshqasini demayman teri su to'liqlaydigan teri xunuklikni yo'qotadigan to'liq grim qilgandikan bizlar terimiz grim qilmoq demak xunuk kasalchiroq ketimiz-ku shu su to'liqlashga unim bak yaxshi ana men memondan 5 tal chiqdi shu 3 kunda bir chaplaslar bo'ldi u memoni kunda chaplab olgan qadamga unda qis bo'lmaydi 3 kunda bir chaplash eng muvaffaq ana menanki memosim chidi desa ichi cho'ng chiqdi yuzning butun yerga barda anda ichidan mavu nimismi jinqasim qiljaq jinqasim bo'yni surib asaqil qisir bo'ldi avval unimini ko'rib baqsa 2 to debdilar shu 2 to ilib keldim unimini ko'rib baqsa andan keyin shuni qartan degan keyin siltib qolib qasirdim aytdim ma'qul siz bu yerda do'konda qilsam bo'ldimi bir yil oldu azı. bir yildan o'zi diqqat qilmoqda Shunday kamay qaplar. Mesela to'l ko'rman, do'yindim beshinimizning bak emasmish. Qaysini sizlarni chiqarib qo'yibdi ekanlar va bexafni naqchimish nimda alay deb shonslar bilan buyurgan. Rahmat. Men sizlarga bek amroq. Voy rahmat. Voy alashilab qolaylik shundaymi yiqilganmiz O'stir chiysa, mo'lchi bir joyga o'tiramiz. Tayzi chaylarim badanlayman. Rahmat. Shu men hozir bek do'kon bek chiqib berib qilib ketman dedim. Men qo'sqimbat etsam. Tazman sizlikdan chiqib bo'lmay do'konga uyda o'tirib bek zirkib ekanman. Tushsa patron. Ancha mutsiraya arliqimiz yiqilib qaldirash emas, ba'zi bek olib qolashimiz bo'ldi emasmi? Chaylarimda o'tirmaymiz, mo'ndishmiz, yiqim bo'lgan. Chemeraklar ko'rgandim bir nim bilan qirzongullar rasm chiqarib qo'yibdiganlar. Hech kim biz tanishimiz hali yaqinda Sizlar ekanlarda. Bizmi tanishimiz, bebijali bu o'tirdigan u ishlab qolib qolsimi, shu qizlar bilan to'l o'tirib qolamiz bundan. Bundan qas buda biltama xeyli. Shunday o'sha qilaylik. Do'konlardan bek chiroyli gullar, yo'q ko'z oldirib bilan chirib qilib qoldim. O gulni bek jiddiy chiketlar. Ajimda avvalishib qilib qo'ysam, shunda bek yordi, bek rahmat deb asadib. Vaqt qaraydi, akabadi deb asadib. Sizga rahmat aytdim, men qilib qolmadim. Rahmat. Bundan keyin gul lazım bo'lsa shadil chiroyli. Ma'qul. Adashlarimning qilpasin tejam qo'yman. Bo'ldi emasmi? Ha. Yiqilib kelamidim. Uyimiz yiqin ekan, do'konimiz yiqin ekan. Sizlar qizil tog'on chimdag'antlar. Uni bir odishim sovuq qilganda, bek yaxshi ekan to'q, o'zim bek yoqtirib qolgan. Lekin rost bek yaxshi xaridonikasi bek yaxshi. Men shuni bek yoqtirib qilib, budan ma'ni ishlab qo'yay deb shunday. Bek optimlab, lekin biroz haqiqatda yaxshi o'zim sotqanligim uchun emas, lekin bek yaxshi. O'zimizning avval ishlatib bilmagan, ishlatgan nazarat yaxshiligini bildim. Uning bek bahasi muvaffaq. Muvaffaq ekan. Undan donglik barkini ishlatamiz, unchalar bek unimini ko'rib ketmaymiz. Shu. Men bek yaxshi ko'rib, bunda adashlarimga tavsiya qilayman. Bo'ldi, o'zlari ishlatib, ash yoqtirsa, andan tujan qilib qo'ysir bo'ldi. Ma'qul. Bulutdan da men hozir xeyli sip qoldim. Choydan aytdim gap bilan choyim deb rahmat. Budan men choydan olpasa deb chiray. Ma'qul. Buda bek ko'rsatdim qilay. Bo'ldi. Maqlansa, ma'qul qo'ysa. Ma'qul qo'y. Maqlansa. Maqlansa, gap ma'qulsa yo'qib ketdi. Bo'ldi. Men o'yamaysiz, kim qurada? Ha, ma'qul. Yiqinkanmiz. Ma'qul. Siz bekavsi chiqalajma. Ma'qul chiqma. Ma'qul. Ma'qul xo'sh. Neyce bir onluq bir qızal ekan. Mənə yaraydigan qızal ekan məu. Mən qızalını bir çanaq tutub adaş bol olay. Şu bana adaşlar dokununum tavsiya qılıb burdu. Gulnum satır ekan mən. Bək obdan qızal ekan. Acab yaxşı gördüm. Mənə bir işiltəyimdi. Bunun moq ek yapdı bir. Bək mulayim bir qızal ekan. Cəzim bək yoxdudum sıqılıb. Bir kavgadan çim önce bir düşüyor bir. Oturup bir montuş bırakılay. Çim mi bu? Ne? Vay. Hemen geldim ben öyle oldu ha. Ya ben korudan çırpım çıksam boldan şu. Şu nimini aldım geldim. Ma'qul. Ben mazur çıkıp bulma. Hujun. Sıldan burun çıkmasa men qo'llab chiqiribman. Ha. Sen chirib bo'lding, xotni taqchimdi deb qolmasin ha, qilibdi. Ma'qul. Hozir chirib bo'lma. Qo'rqma kelaverasiz uyning oldiga. Men xo'sh. O'shirib o'tgan bir ishni